To'rtinchi moment miyaga yuklanma berish. Har kun kitob o'qing, janoblar. Har kun. Men har kun desam, tug'ilgan kunida dam oladiganlar bor. Yakshanba bugun deydiganlar bor. Voy, tafakkur rivojlantirishda dam olish kuni bo'lmaydi. Har kuni, Xudoning bergan kuni siz kitob o'qisangizgina sizga anaqa bo'ladi. Nima deydi? Foyda bo'ladi. Обязательно katta foydaning egasi bo'lib qolib ketasiz. Обязательно bu narsa o'zini haligisini beradi. Nima deydi? Mevasini beradi. 5 dan qabrgacha ilmimizlar deyilgan. Bekorga emas, janoblar. Ilmni o'rni katta. Bizni avliyolarimizni ko'rgan bo'lsak ham, kuchli olimlarimizni, voy, mana bu Beruniy, Buxoriy, Xorazmiy ilmni shunaqa qizlagan chanqoq bo'lgan ilm. Ilm juda ham kerak narsa. Insonni tafakkurini rivojlantiradigan narsa. Shuning uchun har kun nimadir o'rganing. Voy, kuniga bor-ku 20 minut, 10 minutdan kitob o'qisangiz ham mayli, o'qisangiz bo'ldi. Kun uzilmasa oradan, har kun bo'lsin. Men ko'pincha aytaman, misol uchun bitta taxtaga mamnun ish qilasang, oxirida yonadi, to'g'rimi? 4 soat ish qilasam yonadimi? Ha, yonadi. Aytaylik 4 soat, hozir 8 soatdir, bilmadim. Lekin shu 4 soatda yonadigan bo'lsa, 1 soat ishqalab, 15 minut dam olib, 1 soat ishqalab, 15 minut dam olib, 1 soat ishqalab, 15 minut dam olib, 4-1 soatda yonib ketmaydi. 100 yil shunaqa qilsam ham yonmaydi. Intensivniy bo'lish kerak. Agar chelizdan kitob o'qisangiz ham unaqa foyda bermay qolishi mumkin. Har kun o'qisangiz, lekin zo'r bo'ladi. Hali to'planish jarayoni bo'ladi. Uyqudan uyqugacha kitob bo'lsa bo'ldi. Tars to'playsiz. Borgan sari qaysidir kuni shuni ko'zingizni ochsangiz, siz dahosiz. Ko'p narsani bilasiz. Odamlar hayron atrofingizda. O'zingiz ham tushunmay qolasiz. 10 yil o'tib ketib qoladi. 10 yil kuniga kitob o'qingchi, voy, qanaqa odam bo'lib ketasiz? Shu 20 minut vaqtingizdan aylansin. O'z bor-ku. 10 yil siz o'qimasangiz ham o'tib ketaveradi. Men bekorchilik, Telegram, jinnicha gaplar bilan o'tib ketadi baribir. Shu jinnicha gap, Telegramlarga qaraganda kitob o'qib turing, 10 yil ichida siz вообще geniy bo'lib ketasiz. Bor-ku, shunaqa aqlli inson bo'lasizki, u darajangizga deyarli tengi yo'q bo'ladi ko'pchilik. Shu. Endi trening borasida gapiradigan bo'lsam, oxirida men точно bitta narsani bilaman. Ishonmayman bu narsaga. Men bilaman chunki ishonadigan hojati ham yo'q. Bu bilim bu haqiqiy. Inson o'z ustida ishlasa, ko'p narsaga erisha oladi. Til o'rganishmi iloji bor. Biznesda tafakkur kerakmi, ideya tug'moqchimisiz, qanaqadir qilsa bo'ladi. Hamma narsani qilsa bo'ladi. Как положено. Bor-ku, bizga yechimi yo'q muammo berilmaydi. O'limdan boshqa. Любой muammoni to'g'rilasa bo'ladi, yetsa bo'ladi. Любой holat, eng qiyin holatdan ham yo'lni topib chiqib ketsa bo'ladi. Prosta buning uchun tafakkur qilishni bilishingiz kerak. Insoniy tafakkur, haqiqiy, men bu o'zimizda, men bu ijodimiz bor-ku. Любой kompyuter qila olmaydigan ish bu. Kompyuter ijod bilan shug'ullana olmayman. Men ko'p aytaman, yaqinda men bu oldingi prямой efirimdan ham aytib o'tdim. Bu bizning insoniyligimiz.